Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 2 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 8 ta xonadan iborat 2 qavatli uy proyektining korobka holatidagi ko'rinishini obzor qilmoqchiman. Avvalo sizlardan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Agar sizga mana shu qo'ygan videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, o'zlaringizning bittadan like va podpiska tugmalari va undan tashqari o'zingizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qolishlaringizni so'rayman. Chunki sizlarning xohishingizga qarab kelgusi videolarda bir qavatlikmi, ikki qavatlikmi, necha xonali uylar qanaqa ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, kelgusi videolarga shunga qarab, sizlarning xohishlaringizga qarab videolar chiqarishga harakat qilaman. Endi esa uyimizning qisqacha obzorini boshlaydigan bo'lsak, uyimizga ketadigan material xarajatlari, nechta xonadan iborat, qanaqa planirovka, hammasini bir boshdan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ko'cha tomondan boshlaydigan bo'lsak, uyimiz eniga bunaqasiga 9,5 metr, razmerlarini ko'rsatishim mumkin. 9,5 metr va uzunasiga 20 metr bo'lyapti. Mana bunday va shu holatiga 2 sotixdan sal kichikroq yer maydonini o'z ichiga oladi. Uyimiz kichik bo'lishiga qaramasdan, birinchi qavatda 4 ta xona, ikkinchi qavatda ham 4 ta xona, undan tashqari mana darvozaxona, yozgi oshxona, tualet, hammom shunga o'xshagan qo'shimcha yordamchi xonalarni ham o'z ichiga oladi. Uyimizning qisqacha material xarajatlarini aytadigan bo'lsak, mana bu yerda ham rasmlarni hammasini yozib qo'yganman. O'shalarni birma-bir qaytaradigan bo'lsak, uyimiz mana 2 sotix bo'lyapti. Razmerlari 9,5 ga 21 metr va 8 ta asosiy xonadan iborat. Va ketadigan betonimiz, hozir betonni ham ko'rsatib o'taman birdan biri to'la. Mana shunday holatdagi betonimiz, mana uylarimiz tagi hammasi beton qilingan. 1 metr balandlikda, taglariga podushkasi qo'yilgan. Uyimizda faqat podval ko'zda tutilmagan. Mana shunday holatdagi betonimizga 52 kub atrofida beton sarflanadi. Va g'ishtlariga keladigan bo'lsak, mana uyimiz sarflanadi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, asosiy uyimiz hammasi pishiq g'ishtdan qilingan. Mana shunday va atrofdagi mana zaborlarimiz, darvozaxonalar bular sement blok, ya'ni shlaka blokdan qilingan. Bularning rasxodlariga keladigan bo'lsak, mana shu birinchi, ikkinchi qavatimizga 33 ming atrofida pishiq g'isht ketadi va shlaka bloklarimiz 1,5 ming, 1,600 atrofida shunday holatda shlaka blok sarflanadi. Plitalarga keladigan bo'lsak, bularni plitalarini ham yozganman. Hozir bir ko'rsatib o'taman. Xo'sh, plitalarga keladigan bo'lsak, mana birinchi qavatimiz ustiga plitasi. Mana shunday birinchi qavat va ikkinchi qavat общий hisobda 41 dona har xil razmerdagi plitalar ketadi va bularning umumiy uzunligi 175 metr atrofida plita ketadi. Har bir plitamiz 1 metri o'rtacha 180 ming, 200 ming atrofida deb hisoblasak, o'shani 175 ga ko'paytirsak, общий birinchi qavat, ikkinchi qavatimizga ketadigan plitalarning summasini chiqarsa bo'ladi. Mana bu ikkinchi qavatimizga qo'yiladigan plitalar. Ba'zilari 120 lik plitalar eniga, ba'zilari 1 metrlik bo'lyapti. Xonalarimiz hammasini to'liq yopishlik uchun ikki xil razmerdagi plitadan foydalanganmiz. Xo'sh, endi tomlariga keladigan bo'lsak, общий mana asosiy uyimizning tomi mana shunday holatda chiroyli figura berib qo'yilgan va mana darvozaxona ayvonlarimizning tomi hammasini qo'shib hisoblaganimizda 200 kvadratdan ziyod, ya'ni 205-210 kvadrat atrofida mana shunday profnastil ishlatiladi. Va endi eng qiziq joyi uyimizning ketadigan rasxodlariga keladigan bo'lsak, mana shunday holatdagi korobka holatidagi uyimizga dollarda hisoblaydigan bo'lsak, 25-30 ming dollar atrofida mablag' hisobladik. Ya'ni bu ham taxminiy o'rtacha mablag', ya'ni qaysi viloyatda bo'lishiga bog'liq. Ba'zi viloyatlarda ustalar arzonroq, ba'zida qimmatroq. Xuddi shunday material ham qimmatroq, arzonroq. O'shaning uchun viloyatiga qarab farq qilishi mumkin. O'rtacha hisobda shu 25-30 ming atrofida mablag' ketadi. Endi qisqacha material rasxodlari bo'ldi. Bir boshdan endi tomlarni olib, birinchi etaj, ikkinchi etaj planni ko'rib chiqamiz. Qisqacha oldin ko'cha tomondan obzor qiladigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, to'g'ri mana bu yerga mashina bemalol sig'adi. Kirganimizda mana bu mehmonxonamiz bo'lyapti va buning yonida mana bu asosiy uyga kiradigan eshigimiz bo'lyapti. Bu tomonda yozgi oshxonamiz, yozgi ayvon mana shu yerga o'tiradigan bo'ladi. Mana bu hojatxona bo'lyapti. Darvozaxona tomonidan qaraydigan bo'lsak, mana bu tomondan aylanib keladigan bo'lsak, mana bu darvozaxonamiz, bu tomonda boya aytganim mana bu ayvon bo'lyapti, yozgi oshxonamiz mana shunday holatda bo'lyapti. Va asosiy uyimizga qaraydigan bo'lsak, mana asosiy kiradigan eshigimiz, bu yerda kirganimizda bitta hol bo'ladi.
ikkinchi qavatda ham xuddi shunday hol, zinadan chiqqanda hol bo'ladi. Mana bu balkonga chiqadigan joyi bo'lyapti. Mana bu yerda bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Mana bu yerdan kiriladi. Ota-onalar yotoqxonasi sifatida ishlatsa ham bo'laveradi. Va orqa tomondan qaraganimizda orqada ham ozgina joy qolgan. Derazalarimizga yorug'lik tushishligi uchun mana shunday holatda tomlari, skatlari hammasi shu yerga tushadi. Bu yerdan aylanib, yer tagidan o'tib, ko'cha tomonga suv chiqib ketadi. Va mana bu mehmonxonamiz bo'lyapti. Katta panoramli oyna bo'ladi. Orqa hovlichaga qaragan kiradigan eshigi mana bu yerda bo'lyapti. Va bu tomonda bitta spalnimiz birinchi etajda. To'g'ri, bu ham zina bilan bemalol tushsa ham bo'ladi. Tepada ham xuddi shunday yotoqxona, bolalar xonalari hammasi endi bir boshdan ko'rib chiqamiz. Tomlari yopilishi ikki tomonda qo'shni bo'lganligi uchun bu tomonlarimiz gulxoy qilingan, bu tomoni xuddi shunday gulxoy bo'ladi. To'g'ridan qaraganimizda ko'cha tomonda shunday chiroyli holatda ko'rinib turadi. Endi bir boshdan planirovkasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni xonalar joylashuvlarini. Xo'sh, birinchi qavatdan boshlaydigan bo'lsak, plitalarni olib turamiz. Mana bu yerdan tepadan ko'radigan bo'lsak, kimga kerak bo'lsa bemalol mana shunday skrinshot qilib olishlari ham mumkin. Reyl kolonnalari hammasi joy-joyiga qo'yilgan. Xo'sh, ko'cha tomondan keladigan bo'lsak, mana bu yerda bitta darvozaxonamiz bo'lyapti. Mana bu mashina bemalol bitta sig'adi. Yonidan o'tib qaytishga ham bemalol joyimiz bo'ladi. Mana bu mashina keladigan bo'lsa. Va to'g'ri mana bu yerda mehmonxonamiz. Mehmonxonaga to'g'ri hovlidan ham mana bu yerdan kirsa bo'ladi va uyning ichidan ham bemalol mana bu yerdan kirsa bo'ladi. Hovlimizga keladigan bo'lsak, mana yozgi ayvonimiz, oshxonamiz mana bu yerda. Buning yonida bitta kladovka xonachamiz, katyolxona sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Ko'cha tomondan qaraganda mana bunday. Va bu tomondan kelib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bitta hovlimiz uchun hojatxona bo'lyapti. Yonidan o'tishga ham bemalol joy bor. Va o'rtada bitta mana yashil zona hovlichamiz. Daraxt u narsa ekib qo'ysa juda ham chiroyli ko'rinib turadi. Va uchta zina bilan to'g'ri mana bergan zinadan asosiy kirish qismimizga kiradigan bo'lsak, to'g'ri kirib kelamiz. Kirganimizda mana kattagina hol bo'lyapti. Holdan to'g'ri mana zinamiz orqali ikkinchi qavatga ham chiqib ketaveramiz. Holga ham bemalol o'tirib mana bu yerga divan kreslo qo'yib, mana bu yerga chiroyli televizorcha qo'yib yoki tomonga oilaviy o'tirsa ham bo'ladi. Xo'sh, holdan keyin to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda mana aniqroq men sal adashgan ekan, mana bu oshxonamiz bo'lyapti, bu tomonda mana mehmonxonamiz bo'lyapti. To'g'ri holdan mana bu mehmonxonamizga kiramiz. Mehmonxonani mana katta panoramli oynadan orqa tomonga osveshение tushib turadi. Va bu yerda mana qisqagina koridorchamiz bor. Bu yerda sanuzl qismlarimiz. To'g'ri kiradigan bo'lsak, bu yerda mana hojatxona, tualet bo'lyapti. To'g'ri ketadigan bo'lsak, bu yerda mana hammomimiz joylashadi. Va undan o'tib to'g'ri o'tadigan bo'lsak, kattagina mana yotoqxonamiz bo'lyapti. Shu yerning o'zidan to'g'ri bu tomonga hovlichaga ham chiqib ketsa bo'ladi. Ota-onalar uchun ikkinchi qavatga chiqa olmaydiganlar uchun bemalol kattagina razmerni ham ko'rsatishim mumkin. Mana bunday holatda mana qarib 5 metrga bunaqasi 4 metr bo'lyapti. Qarib 20 kvadrat joy. Menimcha bunaqa razmerdagi uylar uchun juda ham ideal variant. Xo'sh, endi birinchi qavat menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga keladigan bo'lsak, tomni olib turamiz, plitalarni yashirib turamiz. To'g'ri mana zinamizdan aylanib mana chiqdik. Mana zinamizdan aylanib chiqamiz. Mana bu yerdan ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu yerdan chiqamiz ham mana kattagina hol bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerga ham bemalol ugloviy divan qo'yib o'tirsa bo'ladigan joy qilsa ham bo'ladi. Holdan to'g'ri chiqqanimizda mana bu yerdan o'tadigan bo'lsak, to'g'ri balkonimiz. Balkondan bemalol hovli ko'rinadi. Shunday holatda bo'ladi. Va mana bu yerda bitta bolalar xonasi yoki farqi yo'q, ota-onalarning yotoqxonasi sifatida ishlatsa ham bo'laveradi. Holda o'zidan mana bu yerga chiqamiz. Bu yerda mana yotoqxonamiz. Buni derazasi balandroq qilinadi. Buni o'zgartirish sal esdan chiqibdi. Mana bu yerda qor yomg'ir tomdan o'tmasligi uchun buni derazasi sal balandroq qilinadi. Xo'sh, xonani o'zidan to'g'ri balkonga ham chiqsa bo'ladi bu tomondan. Xo'sh, keyingi xonalarimiz mana bu yerda yana bitta zalni tepasidagi, mehmonxonamiz tepasidagi bitta xona. Buni ham kattaroq bo'lgani uchun ota-onalar yotoqxonasi sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Shunday katta xona, orqa tomondan orqa hovliga qaragan derazasi bo'ladi. Mana shunday holatda bo'lyapti. Xo'sh, bu yerdan koridorchadan o'tamiz. O'tishda mana bu xuddi birinchi qavatda bo'lgandek, bu yerga bitta hojatxonamiz, tualet va obshi mana hammomimiz bo'lyapti. Va buning orqasida ham xuddi shunday birinchi qavatdagi yana bitta yotoqxonamiz bor va orqa hovliga qaragan mana shunday deraza qo'yib ketilgan. Kimga kerak bo'lsa bemalol mana shunday screenshot qilib olishlari mumkin bo'ladi. Mana
bunday holatda bo'lyapti. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda. Aybdorlar qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Bunga shunaqa planlar, proyektlar kerak bo'lsa, talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Telefon nomerimni описаниеda, videoda bu tomonda yoki bu tomonda telefon nomerini, Telegram nomeri va telefon nomeri ikkalasi bittaga ulangan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi.